1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana shu joy o'zida 7 ta ekan. Общий sanab chiqqanimda borku 13 ta kamerasi bor ekan. Zikr 001 oq qora rangidan zerikali uchun вообще shokolad holatida aynan ajralib turaman deganlar uchun boshqacha rangidan topib qo'ydik-ku. Bozordamiz, bozordan turib obzor qilyapmiz. 2023-yil ekan, 65 ming probeg. Kichkinagina petnosi bor ekan, rasmini ko'rsatib qo'yaman deyaptilar. Zapas puli 710 TL, lekin примерно 600-650 bemalol yurib bersa kerak. Head-up displeylargacha bor. Eshigini shundoq bosasiz-ku, o'zi shundoq ochib kutib oladi, ishonavering. Shundoq o'tirib turib, agar hozir shunday tormozni bosasam, borku, eshikni yopib beradi. To'liq o'ziga moslashadi. Aynan Z Sport degani. Qiziqqali bo'ladigan bo'lsa, menimcha shokolad holatdagisini topib qo'ydik. Orqa tomonlari ham chiroylikina bo'lgan, ajralib turmoqchi bo'lganlar uchun Zikrni bosib olsangiz bo'ladi. Narxini, ular bu Zikrga egalari 32800 so'rab turibdi ekanlar. Nomerlarni pastda qoldiramiz, bemalol telefon qilib bog'lanib aloqaga chiqsangiz bo'ladi.